Jose Mourinho Real Madriddan o'yinchilarning sonini kamaytirishni so'radi. Yo'q, noto'g'ri eshitmadingiz. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, biz esa batafsil gaplashamiz. Hammamiz bilgan edik, hammamiz kutgan edik. Ya'nida afsonaviy portugaliyalik murabbiy jamoaga kelganida hech kimga oson bo'lmaydi. Ayniqsa futbolchilarga. Qarabsizki, Josening fikriga ko'ra hozirda Realda juda ham ko'p futbolchilar bor va mavsum davomida har xil muammolarga duch kelmasligi uchun u o'yinchilar sonini 20 taga kamaytirmoqchi. Jarohatlangan Militao, Rodrigo, Mendini hisoblamaganda. Bu degani hozirda klubdan yana kamida 3 ta futbolchi ketish kerak. Aynan qaysi futbolchilarni Mourinho ketkazishni xohlayotganligi haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo taxminlar allaqachon paydo bo'lgan. Misol uchun, birinchisi bu Kamavinga. Murabbiy shaxsan o'yinchiga borib, "Sen endi ko'p o'yna olmaysan va agarda senga futbol muhim bo'ladigan bo'lsa-da, o'zingga yangi jamoa top" deb aytgan ekan. Qolgan ikkita futbolchilarni esa batafsil Telegram kanalimizga yozib ketdik. U yerda sizni hayratga soladigan ism ham bor. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Jose to'g'ri ish qilyaptimi? Yoki mavsum davomida babram jarohatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ko'proq futbolchilarga ega bo'lgan yaxshimi? Izohlarda yozib keting.